Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'sha hamma bilgan legendarniy Poco X3 Pro remontda. Har doimgi muammosi protsessorini harakatga qilish kerak. Boshladik bo'lmasa. Protsessor bilan operativkasini yechib oldik. Shu holatda. O'zi bilan ponni tozalab, boshqatdan harakatga qilib, uni qaytarib qo'yamiz. Protsessorimizni harakatga qo'ydik. Shu holatda. Neudobno. Protsessor operativkasini o'rniga qaytarib qo'ydik. Timni pastalarni ham qo'yib, bundan chiroyli qilib yig'ib deplatamiz. Hozir korpusiga qo'yib buni yig'amiz, tekshiramiz. Telefonimiz yig'dik. Ishlayapti, hammasi yaxshi. Hamma funksiyalarini tekshirib chiqdik. Hammasi joyida.